Dunyo bo'ylab pasport muqovalari odatda 4 ta rang atrofida shakllanadi. Ular qizil, yashil, ko'k va qora. Har bir mamlakat o'zining pasport rangini erkin tanlash huquqiga ega. Lekin ular tanlagan rang odatda siyosiy, iqtisodiy, madaniy, hatto diniy ahamiyatga ega. Keling dastlab ko'pchilikning orzusidagi davlat AQShning pasporti haqida gaplashamiz. AQSh fuqarolari bir qator boshqa mamlakat fuqarolari kabi ko'k rangli pasportga ega. Ko'k pasport odatda yangi dunyoni ifodalaydi. Lekin u ma'lum bir mamlakatning bir qismi bo'lgan iqtisodiy ittifoqning ko'rsatkichi ham bo'lishi mumkin. Janubiy Amerika, Karib dengizi mamlakatlari va AQShning aksariyat hududlari ko'k rangli pasportlarga ega. AQSh pasporti egalari 187 ta mamlakatga vizasiz kirish huquqiga ega. Lekin ushbu pasportni dunyodagi eng kuchli pasport deya olmaymiz. Chunki Singapur va Yaponiya pasportlari AQSh pasportidan ancha yuqori o'rinda turadi. Singapur pasporti bilan 195 ta, Yaponiya pasporti bilan 193 ta mamlakatga vizasiz kirish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari Singapur pasportiga ega fuqarolar chegara punktlarida ham viza olishi mumkin. Qizil, ya'ni bordo rangdagi pasportlar odatda mamlakatning iqtisodiy ittifoqi maqomini ko'rsatadi. Misol uchun, Yevropa ittifoqining barcha mamlakatlarida bordo rangdagi pasportlar mavjud. Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqqanidan so'ng pasport rangini bordo rangdan ko'k rangga o'zgartirgan edi. Shveysariyada ham o'z bayrog'iga mos keladigan qizil pasport bor. Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan Turkiya esa qizil rangga o'tdi. 2011-yildan boshlab O'zbekiston ham bordo rangdagi pasportlarga o'tdi. Bordo rangdagi pasportlar xalqaro standartlarga moslashtirildi. Ushbu rang tanlanishining sababi esa Yevropa ittifoqi davlatlari pasportlariga o'xshash bo'lishi va zamonaviy ko'rinishga ega bo'lish istagi bilan bog'liq. An'anaviy yashil rang islom dinida muhim rang hisoblanadi va shuning uchun ko'plab islom mamlakatlari uchun pasport rangi sifatida ishlatiladi. Bunga Saudiya Arabistoni, Misr, Pokiston va Marokash kabi joylar, shuningdek ko'plab Afrika mamlakatlari kiradi. Meksika, Vatikan va Tayvan ham diniy bo'lmagan sabablarga ko'ra yashil pasportlardan foydalanadi. O'zbekiston ham musulmon davlatlar qatoriga kirganligi uchun yashil rangdagi pasportlardan foydalanar edi, toki maxsus ID kartalarga o'tish kerakligi aytilmaguncha. Qora bu eng kam uchraydigan pasport rangi. Eng amaliy rang sifatida qaraladi. U mamlakatlarning tepalari bilan yaxshi kontrastni ta'minlaydi. Qora pasportdan foydalanadigan davlatlar qatoriga Angola, Malavi, Kongo, Falastin hududlari, Tobago va Tojikiston kiradi. Yangi Zelandiya ham qora pasportdan foydalanadi, chunki qora ularning milliy rangi hisoblanadi. Bundan tashqari bir mamlakat bir nechta pasport ranglaridan ham foydalanishi mumkin. Bunga misol qilib AQShni keltiramiz. AQShda pasport ranglari qora, jigarrang, kulrang yoki ko'k bo'lishi mumkin. AQShning aksariyat fuqarolari ko'k rangdagi pasportlardan foydalanadi. Boshqa rangdagi pasportlar esa asosan davlat xizmatchilariga beriladi. Xo'sh, AQShning boshqa rangdagi pasportlari nimani anglatadi? Qora rangdagi Amerika pasportlari bular faqat tashqi xizmat xodimlariga, boshqacha qilib aytganda diplomatlarga beriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti va uning yaqin oilasi ham aynan mana shu rangdagi pasportlardan foydalanadi. To'q qizil rangli pasport boshqa xodimlarga yoki hukumatning mansabdor shaxslariga, shuningdek chet elga sayohat qilayotgan harbiy xizmatchilarga beriladi. Ushbu pasportlarga ega bo'lgan odamlar orasida agentlar va byurokratlar ham bor. Kulrang AQSh pasporti hukumatni qo'llab-quvvatlash uchun sayohat qilayotgan uchinchi tomon pudratchilariga kulrang pasportlar beriladi. Bular xizmat pasportlari sifatida ham tanilgan. Oddiy AQSh fuqarolari ko'k rangli pasportlardan foydalanadi. Aniq bo'lishi uchun AQShning boshqa rangdagi pasportlaridan foydalanadigan fuqarolarda ham ko'k rangli pasport mavjud. Chunki boshqa ranglar sayohat uchun mavjud emas. O'zbekistonda amalda bo'lgan yashil pasport kabi. Kelajakda pasportlar qanday bo'ladi? Pasportlar evolyutsiyasi davom etmoqda. Dunyo o'zgarar ekan, pasportlar ham o'zgaradi. Kelajakda raqamli pasportlarga o'tiladi. Ular smartfon yoki mobil qurilmalarda saqlanadigan yuz skaneri yoki barmoq izi bilan tasdiqlanadigan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari kelajakda pasportni ko'rsatmasdan shunchaki yuzni skaner qilish orqali chegaradan o'tish imkoni ham bo'lar. Chunki ayrim Yevropa davlatlari Estoniya va Finlandiya ushbu tizimni sinab ko'rishni boshlagan. Birlashgan Arab Amirliklari va Singapur esa allaqachon aeroportlarida biometrik o'tish tizimini joriy qilgan.